Qalampir munchog'ini doimiy iste'mol qilishingiz uchun 5 ta sabab. Ko'pchilik qalampir munchog'ini foydasini aytadi, lekin qalampir munchog'ini qanday iste'mol qilish kerakligini hech kim aytmaydi. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, qalampir munchog'ini to'laqonli foydalari hamda qanday iste'mol qilish kerakligini bilib olasiz. To'g'ri, qalampir munchoq organizm uchun juda ham foydali, lekin agar to'g'ri iste'mol qilsangiz 2 barobar ko'proq foydali bo'ladi. 5-foydasi oshqozon ichak sistemasini yaxshilashga yordam beradi. Tarkibidagi faol piperin moddasi oshqozon ichak shirasini ko'proq ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida hazm jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi. 4-foydasi organizm uchun foydali moddalar so'rilishini yaxshilaydi. Ayniqsa beta karotinni so'rilishini yaxshilab beradi. Bu esa sizni yosh ko'rinishingizga sababchi bo'ladi. 3-effekti yallig'lanishga qarshi zo'r effekt beradi. Hattoki semiz insonlarda metabolik sindrom yaxshi emasligi, hattoki insulin balandligi vaqtida juda ham katta yordamchi hisoblanadi. Shuning uchun semiz insonlar doimiy iste'mol qilish kerak bo'lgan ideal mahsulot hisoblanadi. 2-effekti antioksidant, ya'ni qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. 1-foydasi, 2 ta foydasini qo'ydim. Birinchisi shishlarni kamaytiradi. 2-foydasi organizmda og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Albatta, diqqat bilan eshitinglar, qarshi ko'rsatmalar mavjud. Kimlarga mumkin emas va bu qalampir munchoq qanday qabul qilinishi kerakligi opsiyaniyada to'liq yozib qoldiraman.